Bismillahirrohmanirrohim. Shams surasi 15 oyatdan iborat. Vash-shamsi va duhaha. Vash-shamsi deganda shamsiya harfi kelganligi uchun, ya'ni so'zni boshida tashdid bilan boshlanganligi uchun so'z va o'rtadagi alif ham lam ham o'qilmay shuni ichiga idg'om bo'lib kirib ketadi. Vash-shamsi mana bunday bo'lib chiqib turgan narsa mim. Mim shunaqa yozilgan. Vash-shamsi va duhaha bo'lib cho'zish qo'shilib qolmasin. Vash-shamsi va duhaha deb sakrab o'tib ketamiz. Dot keyin ha. Duha ha cho'zamiz. Keyin yumshoq ha. Duhaha yumshatamiz. Birinchi o'rta ha deb chiqaramiz, cho'zamiz. Ozgina kichkina mati bor. Undan keyin yumshoq ha orqasidan mat kelyapti. Uni ham cho'zamiz. Wal qamari ida walda mana lamga urishtiryapti. Qamari harf bu. O'zi wal qamari degani ham oy degani. Ya'ni qamari ya'ni oy harflar degani o'zi. Lamda aniq beramiz. Ida da mana boshida hamzani tayri kasra kelyapti o'qiymiz. Undan keyin alif kelyapti cho'zamiz. Zda til bosamiz. Iza talaha. Ladan keyin alif mat bor. Undan keyin hadan keyin ham bor. Ikkalasini ham cho'zamiz. Wan nahari iza jallaha. Wan nahari ham mana nun ham shamsiy harf bo'lganligi uchun o'rtadagi alif bilan lam o'qilmay qolyapti. Nunda ham tashdidli nun g'unna bo'lganligi uchun ushlab turamiz. Wan nahari hadan keyin alif mat bor cho'zamiz. Iza zadan keyin ham alif mat bor cho'zamiz. Jallaha ladan keyin yana mat bor, hadan keyin yana bor. Uni ham cho'zamiz. Bu surani pashti hamma oyatning oxirida o'zi oxiri alif bilan tugagan cho'zib to'xtaladi. Wal-layli iza yaghshaha. Buyerda mana lam tashdid bilan boshlangancha o'qimayapmiz. Iza cho'zamiz, yaghshaha shda ham, hada ham mat bor. Was-samaa'i wa ma banaha. Bu ham xuddi shunaqa. Faqat mimdan keyin mana alif mat, orqasidan hamza bitta so'zda yozilganligi uchun mat muttasil bo'ladi. 4-5 deguncha cho'zish vojib, ya'ni shart. Samai deganda og'zinglarni kattaroq ochib yuborib, barmog'inglarda 4-5 deguncha sanab cho'zinglar. Bir porani tugatguncha o'zi sanab barmoqni ishlatib o'rgansa, keyin o'zi odatga aylanib qoladi. Va ma da mimdan keyin alif bor, bana hada nundan keyin bor, hadan keyin ham bor. Wal ardi wal mana lamga sukun beryapmiz. O'rtada alif o'qilmaydi. Hamza ustidagi mana alif o'qilyapti. Ardi ro tafhim yo'g'on o'qiladi. Ardi va ma mimdan keyin cho'zish bor. Toha yana o'rta ha keyin yumshoq ha. Toha keyin yumshatamiz. Hadan keyin alif mat, hadan keyin ham alif mat bor cho'zamiz. Wa nafsin first sukun nafsi bo'lib vovga aylanib ketmasin. Nafsi fa tepadagi tishlar pastdagi lablarga tegib chiqadigan harf. Nafsi deganda ana first sukunni berdik. S'dan tagida mana qing'ir chiziq, ya'ni tanvin kelyapti. Vovga idg'om qilamiz. Kirgizib ushlab turamiz. G'unnali idg'om bo'lgani uchun ushlab turamiz. Va nafsin va ma met cho'zamiz. Sawwaha vovni ham hadi ham cho'zamiz. Fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Fa falhamaha bo'lib ketmasin. Fdan keyingi alifni ustida hamza bilan a kelyapti. Shuni alohida o'qiymiz. Fa alhamaha. Mohida mana alif l ga ulab yozilgan. Mo bu yozilgan joyi l, mo pasi ha. Fa alhamaha, ya'ni lam sukunlik, ha fathalik. E'tibor beringlar. Fa alhamaha hammasida fatha bor. Oxirini cho'zamiz. Fuju degani mana jdan keyin ham vav mat bor. Fujuraha ro sal yuqori aytamiz. Hadan keyin alif matni beramiz. Va taqo qalqala. Vdan keyin mana yana alif mat bor, oxirida yana bor. Va taqwaha qod qalqala. Aflaha man zakkaha. Aflaha yana first sukunni yaxshi beramiz. Man da ixfo kelyapti. Zda chiqadigan joyga nunni yashiramiz. Ya'ni ingichka ixfo, z ingichka harf. Man zakkaha keyin ham mat bor, hadan keyin ham bor. Va qad khaba man dassaha. Qod qalqala khoba
qattiq xodan keyin alif mat kelyapti. Man dga ixfa. Man dassaha. S'dan keyin yana alif mat bor. Hadan keyin yana alif mat bor, cho'zamiz. Dassaha ko'p emas. 1 2 deguncha xolos. Kazzabat samudu bi tagwaha. Kazzabat t deb beramiz. Kazzabati bo'lib qolmasin. Kazzabat deb t sifatini beramiz. Samudu siratil bosamiz. Mimdan keyin vav mat bor. Bi tog' to yo'g'on harf. Bi tagwa vavdan keyin yana alif mat, hadan keyin yana mat. Bi tagwaha. Endi agar nimaga bu yerda to'lqin, molarda to'lqin kelmagan desanglar, agar ulab o'qib ketmoqchi bo'lsak, mana hamza kelganligi uchun buni uzoqroq cho'zishga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni alif mat hamzaga yo'liqti bo'lib qoladi, mat munfasil bo'lib. Shuning uchun agar to'xtamasdan o'qib ketmoqchi bo'lsang, to'lqinda uzoqroq cho'z degan. To'xtasak, molar singari 1 2 deguncha tabiiy mat singari cho'zsak bo'laveradi. Idim ba'sa ashqoha. Idimda iqlob kelyapti, ya'ni tanvin sukunli nun ba harfiga yo'liqyapti. Mana mimdan ajratib olsak bo'ladi. Idim deb nunni o'rniga mim o'qiymiz. Ba'sa idim ba'sa bo'lib qolmasin. Ba'sa ayn degan fathasi bor. Ba'sa bo'lsa sukunga o'xshab qoladi. Ba'sa ash shiri sukun beramiz. Ashqo qo yo'g'on harf. Cho'zamiz ozgina. Ashqoha. Faqala lahum. Faqo mana qofdan kelgan alif mat cho'zamiz. Lahum mim sukunlik izhorini beramiz. Lahum deb mimni sukunni aniq beramiz. Rasulullohi. Rasuda soddan keyin vav bor. Ozgina cho'zamiz. Alloh lafzi zammadan keyin kelganligi uchun o'rtasidagi tashdidli lamni oga o'qiymiz, ya'ni tafhim qilib. Rasulullohi naqatallohi va suqyaha. Naqatallohida nundan keyin alif bor, qof yo'g'on harf. Endi buni ham fathadan kelgan uchun yana oga o'qiyapmiz. Kasradan keyin kelsa aga o'qiymiz. Bu ham tafhim. Naqatallohi va suq. Suq qof qalqala, yedan keyin alif mat, hadan keyin ham mat. Suqyaha. Fakazzabuhu. Bedayam zira til bosamiz. Ba'dan keyin vav bor cho'zamiz. Fakazzabuhu. Fa'aqaru. Rodan keyin bor mana. Fa'aqaru. Hadan keyin alif mat bor cho'zamiz. Fadamdama alayhim. Mimlarini sukunlarini to'liq beramiz. Alay yeda ham bor sukun. Alayhim bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Alayhim robbuhumda mana bu sukunli mim b harfiga yo'liqqanda ixfo shafaviya bo'ladi. Ya'ni movi mimni to'liq aytmaymiz. Ozgina guch cho'pi sig'adigancha joy oshiq qoladi og'zimizda. Robbuhum bizambihim deb o'tib ketamiz. Robbuhum deb mimni aniq o'qimaymiz. Ozgina labimizda ochiq joy qoladi. Bizambihimda bu yerda iqlob kelyapti mana. Nun b harfiga yo'liqqan uchun nunni o'qimasdan o'rniga mim o'qiymiz. Fasawwaha vavdan keyin mat, hadan keyin mat. Wala yakhafu uqbaha. Wala da alif lam qo'shib yozilgani uchun cho'zamiz. Yakhafu xodan keyin yana alif mat bor. Uq ayndan keyin mana qalqala. Uqba bdan keyin alif mat, hadan keyin yana mat. Uqbaha. Video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashishni va kommentariyalar yana qanaqangi darslar kerakligi yoki qanaqa fikrlar borligi dars to'g'risida yozishni unutmanglar. Kommentariyalardan kelgan bitta fikrda inobatga olib, oxirida yana o'zingiz o'qib bering deb yozibdi. Inshaalloh shuni inobatga olgan holda yana bitta o'qib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.